Mana qizlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun sizlarga. Bugun hech narsa qo'ya olmadim, o'tgan kuni ham qo'ya olmadim, rosa vaqtim bo'lmadi, odam ko'p. O'shanga hozir informatsiya bermoqchiman. Mana ayolimiz murojaat qildi, chunki buni aytmasam bo'lmaydi. Ertalabdan beri 4 ta ayolimizda shu ahvol, lablarida girps chiqqan, hammasida girps bor. Qizlar, agar sizlarda lablaringizda mana shunaqa girpslar chiqsa, albatta ginekologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu sizni qoningizda virusning nagruzka oshganini belgisi hisoblanadi. O'sha uchun ayol shamollash o'tkazgan, undan keyin qolgan kichkina srokda juda ham e'tiborli bo'lishlaringni juda xohlagan bo'lardim. Katta srokda ham, kichkina srokda ham. Chunki virus любой время bolamizning boshchasida bokovoy желудокka ta'sir qiladi va boshqa organlarda o'zgarish chaqiradi. O'sha uchun agar sizda girps paydo bo'ldimi, darhol ginekologga murojaat qiling.